qishloq xo'jaligi sohasida qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashning soddalashtirilgan tartibini joriy etish to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilingan. Ushbu farmonga asosan 2026-yil 1-yanvardan boshlab qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilar tomonidan yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, bundan paxta va g'alla mustasno bo'lib, realizatsiyasi uchun qo'shilgan qiymat solig'ini 0 stavkasi joriy qilingan. Qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilar ushbu imtiyozdan qanday foydalanish bo'yicha tushuntirish berib o'tamiz. Bugungi kunda Soliq kodeksining 57-moddasiga asosan qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilar shartlariga mos kelgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan elektron hisob fakturalar rasmiylashtirish, qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasini avtomatik tarzda qo'llanilishi belgilangan. Soliq kodeksi 57-moddasi, ya'ni elektron hisob faktura yaratishda imtiyoz belgisi tanlanadi. Mahsulot nomi, o'lchov birligi, soni, narxi ma'lumotlari kiritilib, QQS stavkasi ustuniga 0 tanlanadi. Shundan so'ng imtiyoz ustunida imtiyozning maxsus identifikatsiya kodi kiritilib, tovarning kelib chiqishi ustunida xususiy ishlab chiqarish turi tanlanadi. Keyinchalik Soliq kodeksining 57-moddasiga asosan qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilar shartlariga mos kelgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan esa qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasini qo'llash May 3 Soliq.uz portali elektron hujjat aylanish bo'limida yuridik shaxslarning soliq imtiyozlaridan foydalanish bo'yicha murojaat xizmatidan ariza yuborish orqali amalga oshiriladi. Bunda murojaat yuborish menusiga kiriladi. Normativ huquqiy hujjat turidan O'zbekiston Respublikasi Prezident farmoni tanlanadi. Soliq turidan QQS tanlanadi. Normativ huquqiy hujjat raqamidan PF 153 tanlanadi. Imtiyozning boshlanish va tugash vaqti imtiyoz matni avtomatik shakllanadi. Asoslantiruvchi hujjat biriktiriladi. Viloyat, tuman, mahalla tanlanadi. Aloqa uchun telefon raqami kiritiladi. Shundan so'ng yuborish tugmasi bosiladi. Arizani tasdiqlash uchun yana bir bor yuborish tugmasi tanlanadi. Mazkur ariza 15 kun ichida ko'rib chiqilib, murojaatlar ro'yxati menyusi orqali arizaning holatini kuzatib turish mumkin. Prezidentimizning 2025-yil 4-sentyabrdagi 153-sonli farmoniga asosan 2026-yil 1-yanvardan boshlab qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi korxonalar yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining realizatsiyasidan qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 0% joriy qilindi. Bu albatta biz tadbirkorlar uchun juda yaxshi yangilik bo'ldi. Juda katta yengillik. Bu farmondan keyin 0% endi qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi bizga juda katta yengilliklar berdi. Endilikda biz yetishtirgan mahsulotimizni aylanmasini to'lig'icha ko'rsatishimiz mumkin. Bundan bizga hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Qolaversa, ishlab chiqarish uchun sarflanadigan mana shu xarajatlarning indekslarini, qo'shilgan qiymat solig'ini bizga 3 kun ichida qaytarib berish tartiblari joriy qilindi. Bu ham bizga ancha yengillik.